Teskari javob berishni yaxshi ko'raman. Bugun Siyob fermasi jamoasi bilan Registonda qiziqarli savol-javob o'tkazamiz. To'g'ri javob berganlarga mana shunday sovg'alarimizni ulashamiz. Ishtirokchilardan biri siz bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Hozir sizga savol beramiz. Agar savolimizga to'g'ri javob topsangiz, Siyob fermasidan sovg'alarimizni taqdim etamiz. Savolimiz ucha oladi, lekin osmonga chiqa olmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Variantlar bu? Aytingchi. Ucha oladi, lekin osmonga chiqa olmaydi. Tovuq. Topdingiz. Bu Siyob fermasidan siz uchun sovg'a. Rahmat, Siyob firmasiga. Biz Buxorodan aylanishga keldik. Ana sovg'amiz bo'ldik. Assalomu alaykum. Sovuq go'sht tezroq pishadimi yoki mol go'shtimi? Mol go'shti bo'lsa kerak. Menimcha yo'q. O'ylab ko'ring. Tovuq go'shti. Mana bu sizga Siyob fermasidan sovg'amiz. Savolga to'g'ri javob berganingiz uchun. Nima deb o'ylaysiz? Tovuq go'shtining qaysi qismi tezroq pishadi? Oyoq qismi, O'ylab ko'ring-chi yana. file, to'sh qismi. To'g'ri topdingiz. Bu sizga Siyob fermasi jamoasi nomidan sovg'a. Dieta vaqtida qaysi go'shtni iste'mol qilgan yaxshiroq? To'g'ri. Topdingiz. Bittada topdingiz. Bu sovg'amiz sizga Siyob fermasidan. Qaysi go'sht bilan sportchilar ko'proq ovqatlanadi? Mol etini. Mol go'shtini. Mol go'shti siz nima deb o'ylaysiz? Tovuq go'shti. Bu sovg'amiz sizga Siyob fermasidan. Bittada topdingiz. 100 ta tovuq bor edi, 10 tasi cho'kib bo'ldi. Nechta qoladi? Hammasi qoladi. Nechta qoladi? Hammasi bor-ku. Oh, cho'kadi. Ana. Tovuq cho'kmaydi. To'g'ri. Mantiqiy savol edi. Sizlar topdilaringiz. Bu sovg'a Siyob fermasi jamoasi nomidan. Nima deb o'ylaysiz? Tovuq go'shti oq go'shtga kiradimi yoki qizil go'shtgami? Qizil go'shtga kiradi-da. Nima uchun? Aytingchi. Teskari javob berishni yaxshi ko'raman. Hamma narsaga. Hozir biz Siyob fermasidan sovg'alarni oldik. Sovg'alar uchun kattakon rahmat. Tovuq go'shti juda ham foydali va mazali. Mana bugun biz jamoamiz bilan ajoyib savol-javob shartida ishtirok etdik. Siyob firmasiga kattakon rahmat sovg'alar uchun. Biz talabamiz, shuning uchun ham tovuq go'shtini ko'p iste'mol qilamiz, chunki tovuq go'shti juda ham foydali. Sizlarga ham tavsiya etib qolamiz.